Do'stlar, assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar. Bugun 2025-yil 23-dekabr sanasiga sizlar bilan sog'lik, salomatlik tilagan holda men Makler Otabek va operatorimiz sizlarga birinchi videorolikimizni taqdim etmoqdamiz. Kelib turgan lokatsiyamizni tushuntirsam, Termiz shahar Manguzar mahalla fuqarolar yig'ini Beshkapada yo'lning chetida qad ko'targan Fidakor ko'chasining yo'lining chetida qad ko'targan 5 qavat uylarda bo'lib turdi. O'sha 5 qavat uylarning birinchi qavatida sotiladi 2 xonali kvartira, umumiy maydon 56 metr kvadrat, kirib yashashga tayyor, yaqinda yevro remont qilindi. Hali bu remont bo'lganiga hafta o'tmadi, sotiladi. Ulgurib qoldilar, remont qilinganiga hech kim yashamaydi. Kelasiz-ku, yoqmasa menga. Eshik bormi? Hamma tomonni nurdan qo'parib qo'ygan. Eshiklarda, laminatlarda hammasi. Planirovkasini tanishtiraman. Eng asosiysi subsidiyali dom kredit oyiga 2 million 100 ming so'm chiqadi. 2 million 300 ming orolida chiqadi. Agar kvartirant qo'ysangiz siz oyiga 2,5 million kamida qo'yasiz. Oilani bu degani sizga yana cho'ntaka 400 ming so'm yoki 200 ming so'm foyda degani, bu kamida 2,5 million qo'yadi degan. Tashqi eshikdan o'ngga qayrilganimizda mehmonxona, spanli xona, tashqi eshikdan chapga qayrilsak, sanuzel alohida oshxona joylashgan. Endi azizlar, sizlarga hozir spanli xona bilan tanishtirib o'tamiz. Tashqi eshikdan to'g'ri. Umumiy maydon 56 kvadratni tashkil etmoqda. Spalni mebellar komplekt, konditsioner qo'yilgan, yashashga tayyor uy. Havas qilganlar bormi? Mana 2026 ni mana shunaqa uylarda kutaman deganlar bormi? Hojona hojdadalarga sovg'a qilaman deganlar bormi? Nima uchun? Birinchi etajda joylashgan. 5 qavat bilan birinchi qavatda. Yevro remont qilingan. Chekka emas, tarsavoy emas, bokovoy emas, o'rtada. Yoningizda bunisi qo'shnilar bor, tepada qo'shni yo'qda issiq bo'lib turadi. G'ishtli uylardan bo'ladi. Keling. Yorqin aboylar tanlangan. Mana tashqi eshikdan o'ngga qayrilsak, ikkinchisi mehmonxonamiz. Bu natijniy patolog, lustra, parda, eng asosiysi reshotkalar qilingan. Gilamlarda ko'rishingiz mumkin, yangi, hali hech kimning oyog'i yurmagan. Televizor ishlari bu 52 talikmi, 40 talikmi? 52 talik bo'lsa kerak. Bu ham sizga bonus, hali yaqilmagan. Keling. Tashqi eshikdan chapga qayrilganimizda sanuzel alohida ko'rishingiz mumkin. Unitaz yangi qo'yilgan, rakvina yangi qo'yilgan, simsitirlar hammasi yangi qo'yilgan, montajlar yevro qilingan. Bu dushovoy. Sanuzel alohida dedik, aristonda qo'yilgan, simsitirlar zamonaviy, hammasi zamonaviy. Eng asosiysi qavurg'alar ham bor ekan. Keling. Oshxona. Tanishtiring. Termiz shahar Beshkapa Manguzar masjidining orqasiga joylashmoqda. 5 qavat uylarning birinchi etajda. Voy, bu ko'xin mebellar hammasi eng asosiysi qarang, mana bu nima sensorli mana. Nima bo'lar ekan? Вот так. Mana. Qanday? Yangi orzu qilganmidingiz? Mana keling, mana shunaqangi yaxshi akreldan yasalgan va ovqat qilsangiz ertaga mana qarang, hidini ovqatni tortib ketadi. Dimoxod, sensorli, gaz plita zamonaviy. Kelish kerak, yashab berish kerak. Kreditini davom ettirishga sotiladi. Bankda qarzi 252 million so'mni tashkil etmoqda. Oyiga 2 million 100 ming, 2 million 200, 2 million 300 oraliga chiqadi. Kredit grafiklarni Telegram ijtimoiy tarmoqlarga tashlayman. Bu domlarga 2-3 yildan buyon odam yashab kelmoqda. Taxminan 17 yil, bo'lmasa ham 16 yil kredit to'lovi qolgan. Ulgurib qolinglar. Egani qo'liga beradigan summanglar 260 ham dedi, yo'q. 250 ham dedi, yo'q. Mana bo'lsa bo'lsin, Makler Otabek
ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislariga bo'lsin narxini 243 million so'm deb baholadik. Kelsalaringiz yana ham xayriga 1-2 million o'tadigan joyi bor. Xayriga baraka qilamiz. Kelasiz, yashaysiz, mazza qilib yashab bersangiz bo'ldi. Kreditini cho'ntak bo'lib chiqadi. 2200, 2300 Kimda qanaqa savollar tug'ilsa, tepadagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Kuninglar xayrli va barakotli o'tishini tilab qolamiz. Sizlar bilan video davomida men Makler operatorimiz bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.